Arzimasdek ko'ringan holatlar juda ko'ngilsiz hodisalarga sabab bo'ladi. Jumladan, joriy yilning boshida Navoiy viloyati hududidan o'tuvchi xalqaro ahamiyatga ega A379 avtomobil yo'lida mas'uliyatsizlik sababli sodir etilgan avtobus ishtirokidagi yo'l transport hodisasi natijasida 3 kishi hayotdan ko'z yumgan edi. Navoiy viloyati hududida shu kabi holatlarning oldini olish, qo'pol turdagi qoidabuzarlik sodir etuvchi haydovchilarni aniqlash maqsadida bir qator reyd tadbirlar amalga oshirilmoqda. Jumladan, boshqarma ma'muriy binosi Saf maydonida o'tkazilgan yo'riqnomada mazkur yo'nalishda xizmat olib borish, fuqarolar xavfsizligini ta'minlash borasida bir qator topshiriqlar berildi. Birgina Navoiy shahrida olib borilgan reyd tadbirlari davomida 50 dan ortiq qo'pol turdagi qoidabuzarliklar aniqlanib, ularga nisbatan tegishli choralar ko'rildi. Misol uchun, mana bu haydovchi transport vositasini boshqarish vaqtida qo'l telefonidan foydalangan holda harakatlanib keldi. Telefon qo'lingizda turibdimi? Qo'limda telefon emas, qo'limga nima qilib kelaman. Ana Harakat ishtirokchisiga sodir etgan qoidabuzarligi tushuntirilib, unga nisbatan qonuniy chora ko'rildi. Bundan tashqari, boshqaruv vaqtida xavfsizlik kamarini taqmagan ayrim haydovchilar ham tartibga chaqirildi. Shu bilan birga qarzdorligi mavjud yoki boshqa sabablarga ko'ra taqiqda turgan transport vositalari tegishli tartibda vaqtincha saqlash uchun jarima maydoniga joylashtirildi. Ushbu transport vositasi haydovchisining yonida hech qanday hujjatlar yo'qligi, biroq shunga qaramay avtomashina boshqarib yurganligi aniqlanib, tegishli tartibda ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirildi. Sizga nisbatan Ma'muriy javobgarlik kodeksining 135-moddasi bo'yicha bayonnoma beraman. Bundan keyin e'tibori bilan hujjatlar qonuniga boshqarmamiz. O'z navbatida moped, skuter haydovchilar bilan profilaktik suhbat o'tkazilib, maxsus shaxsiy himoya vositalaridan foydalanish maqsadga muvofiqligi tushuntirildi.